Olamlarga rahmat payg'ambar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarga bo'lgan rahmatlari. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor kuchi bilan ayollar ozodligi uchun harakat qildi. Bu narsa u yo'lga qo'ygan chiroyli namuna bilan bo'lgan edi. Ayollarning kamida 1/3 hayotlari davomida uydagi zo'ravonliklarning bir ko'rinishiga duch keladilar. Bu hodisa har yili Germaniyada 4 million ayolga, AQShda ham 4 million ayolga ta'sir qiladi. Shubhasiz, ayollarda zaiflik ko'rinishlaridan biri bo'ladi. Lekin bu qoralanadigan zaiflik emas, balki maqtalgan zaiflikdir. Ayol erkaklarga nisbatan jismonan zaif yaratilgan. Bu ayolning makri emas. Hech kim bunda uni malomat qilmaydi. Ayollar qalbi hamda his-tuyg'ulari nozik qilib yaratilgan va bu ayollarni latofatli hamda go'zalligini ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardagi mana shu zaiflik, noziklikni bilar, ularni jismonan va ma'nan aziyatlardan himoya qilishga tayyor turar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam ayollarga rahmatlarni juda ko'p yo'l bilan namoyon qilganlar. Anas raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullohning sallallohu alayhi vasallam xotinlaridan biri xizmatkor orqali u zotga bir kosa taom kiritdilar. Shunda Oysha rashk qilib qo'llari bilan kosani urib sindirdilar. Janob Rasululloh kosa bo'laklarini jamlab, to'kilgan ovqatni unga soldilar-da, uydagilarga "Yeyaveringlar" dedilar. So'ng u zot xizmatkorni to'xtatib turdilar. Taom yeb bo'lingach, u orqali taom kiritgan xotinlariga butun kosa berib yubordilar. Singan kosa esa Oyshaning uylarida qoldi. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu holatni oddiy qabul qilib, yerdagi ovqatni yig'dilar va mehmonlarga "Yenglar" dedilar. Ayollarining g'azabini rashkka yo'ydilar va uning qadrini yuqori ko'tarishni unutmadilar. U zot "Onangiz rashk qildi" deb qo'ydilar xolos. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallam qalblaridagi qanday rahmat edi-ya!